Hop, uglevodlar 63-bob. Birinchi savoldan boshlab ko'rib ketamiz. Hop, uglevod so'zining ma'nosi qaysi birikmalar yig'indisidan tushuniladi deyapti. Bilamizmi? Uglevod so'zining ma'nosini biologiya o'qiganmizmi? Esinglarda bo'lsa, uglevodorodlar deganda uglerod va vodorod atomidan tashkil topgan murakkab moddalarga aytadi, to'g'rimi? Hop, bizda uglevodlarda 3 ta guruhga bo'lganmiz. Monosaharid, disaharid va polisaharidlarga. Endi mana shu sizlarga kecha yozib qo'yganman moddalar, qaysi moddalar monosaharidga, qaysi moddalar disaharidga, qaysi moddalar polisaharidga kirishini aytib ketganman. Bitta eslab qo'ysak, monosaharidlarga trioza, tetroza, pentoza, geksoza, DNK, RNK qo'shimcha olib ketdimi? Ana shular monosaharid bo'ladi. Tushunasizmi? Disaharidga maltoza, fruktoza, va hokazo. Polisaharidlarga selibioza va yana va hokazo. Uni sirib biologiyada ham yetkazib olasizlar. Xullas yetkazib olasizlar. Hop. Endi moddalar qo'llanmalarda bor, qo'llanma kitoblarda bor. Shuni ochasizlar, topib keta olasizlar. Muammosi yo'q. Masalasidan boshlasak, qisqa qilib aytganda, 1 dan 27 gacha shu moddalar berilgan. Moddalarning formasini shunday qo'llanmada ochasizlar, belgilaysiz. Kecha daftaringizga ham yozdirganman orasida edi, bolalarni. Shunday belgilaysiz. Mana misol uchun trioza deyapti. S3H6O3 3 taligi. Keyingisida pentoza deyapti, 5 taligi. Geksoza deyapti, 6 taligi. Voga o'zi 4 ta gaz bo'ladi. Asho geksoza 6, pentoza 5, tetroza 4, uglevodlarni belgilab qo'ysanglar, bu javob chiqib ketaveradi. Xo'pmi? Endi unga ham men o'ralashib yursam, bo'lmaydi endi. U kecha mavzuda kimga o'tding? Duolga olib qoladi. Huquq markazi o'ziga olib qoladi. Undan ko'ra ketdik, qisqa qilib boshladik. Hop, boshladik. 27 8% glukozani 337,5 gram eritmasi yangi tayyorlangan miski gidroks bilan qizdirilganda hosil bo'lgan qizil cho'kmani massasini so'rayapti. Esinglarda bo'lsa, qizil cho'kma hosil bo'lishini svetoforda gaplashganmiz. Qanaqa edi u modda? Qizil cho'kma? Kechirasizlar. Mis oksidi necha valent deysiz? 1 valent deysiz. Hop, endi qaranglar. 27-savoldan boshlab ishlab ketamiz. Glukoza deyaptimi? S6H12O6. Bu miski gidroks bilan reaksiya kirishsa, o'zini tayyor aytib qo'yapti. Qizil cho'kma hosil qildi. To'g'rimi? Qizil cho'kmas bu mis 1 oksidi. Mana qizil cho'kma. Endi 335 gram eritmasi 8% ekan. Ya'ni mana misol uchun men makka yozib olaman. 337,5 gram glukozani eritmasini 100% deb oladigan bo'lsam, bundan 8% o'sha miski gidroks bilan reaksiya kirishgan. Necha gram bo'ladi? 270 27. 27 toshli chiqdimi? Ha, 27 gram glukoza reaksiya kirishgan bo'ladi. Endi qaranglar. Hosil bo'lgan qizil cho'kma so'ralyaptimi? O'zi bu kitoblarda nazariy holatda ham aytilgan. Bitta glukozani nisbiy molekulyar massasi 180 ga teng deb. Hisoblasangiz ham 180 chiqadi. 12 ni 6 ga ko'paytirasiz, 12 ni qo'shasiz, 16 ni 6 ga ko'paytirib qo'ysiz 180 chiqadi. Endi bu nazariy holatda ham berilgan bu kitoblarda. Hop, 180 gramidan qizil cho'kmaning massasi 128 ga 16 ni qo'shsak 144. Voy, hurmatli abdurlar, yo'qotinglar bo'ldi kalkulyatorni. Proporsiyaga bo'laveradi agar chiqmay qolsa. Bu massa hisoblashi bo'ldi endi. Uglevodlar mavzusi megani oxiridagi mavzularda organikani oxirida. Yo'qotinglar endi. Endi 27sidan qancha? Endi qaranglar, buni ham o'rgataman. 27 moni 18 deb tasavvur qiling. 27 18 dan necha barobar katta deb o'ylaysiz? 1,5. Demak, endi bu 180 bo'lgani uchun 10 barobar katta bo'lgani uchun 1,5 ni 10 ga bo'lib tashlab 0,15 chiqadi, to'g'rimi? Demak, bularni qisqartirsangiz 0,15 taqsim 1 ga qisqaradi.
Endi qanday chiqaramiz? 144 ni 0.15 ga ko'paytirib qo'ying bo'ldi. Birga bo'lsangiz baribir hisob chiqadi. 21 javob bormi? Ha, ana, bir javobga to'g'ri keldimi? Tushundinglarmi? Xo'p, 28 keyingi savolda o'zgaryapti. Hamma savolni ko'rib ketamiz. Bu blok testda ham borda, shuncha. Massasi 108 gram bo'lgan glukozani spirtli bijig'ishi natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar bilan reaksiya kirishib o'rta tuz hosil bo'lishi uchun necha gram natriy gidroksid sarflanadi deyapti. Endi yana nazariyaga yuzlanishimiz kerak. Xo'p, biz aytyapmiz, glukoza spirtli bijig'ish deyapmiz, to'g'rimi? Kecha mavzuda aytib ketdim. Voy, bijig'ishga oid masala ko'p keladi deb. Va 5 xil bijig'ishni yozib berdim. Bunda masalada spirtli bijig'ishni deyapti. O'tib qolmadimi? Spirtli bijig'ishni deyapti. Qaysi spirt hosil bo'ladi? Etil spirti. Formulasi S2H5OH va nima yana hosil bo'lardi? Ha, ana. Reaksiya tayyorlash uchun baholarni qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Endi qaranglar. Natriy gidroksidni etil spirti reaksiyaga kirishadimi? Tepki ketyapsizlar. Etil spirti bilan natriy gidroksid reaksiyaga kirishadimi? Savol. Spirtlardan o'tdik. Natriy gidroksid reaksiyaga kirisha oladimi? Qaranglar, natriy gidroksida OH ham bor. Spirtda ham OH bor. Kirishadimi? Yo'q, kirishmaydi. Ashuni fikrlash kerak. Demak, o'rta tuz hosil qilish uchun kimlar kirishi kerak ekan? Ha, ana. Karbonat angidrid bilan natriy gidroksid reaksiya kirishsa, o'rta tuz hosil bo'lishi uchun, bu natriy karbonat ionini yeyishtirish kerak. Ya'ni natriy bilan karbonat monokislorod reaksiya kirishsa, natriy karbonat hosil bo'ladi eritmada. Reaksiyani tayyorlash ham, yo'q. Reaksiyani tayyorlash ikki qo'yib olsanglar, chiqib ketadi. Tushundinglarmi? Endi qaranglar. Endi tepadan pastga qarab ketaveramiz. 108 gram glukozani spirtli bijig'ishdan hosil bo'lgan moddaga natriy gidroksid qo'shganimizda o'rta tuz hosil bo'lsa, natriy gidroksid massasini so'rang. Toping, sarflangan. Massagacha tushishim kerak hozir. Glukozani massasi 180. Kelinglar, molda ketamiz osonroq ishlash uchun. 180 gramidan 2 mol karbonat angidrid bo'lsa, masalan shart bo'yicha 108 gram deyilyapti. Voy, qaranglar, buni ham kalkulyator ishlash zo'r yo'li bor. Mana uni 18 deb tasavvur qiling. 108 18 dan necha marta katta? 6 marta katta. Misol uchun 18 ni 6 ga ko'paytirib ko'ring. Ha, 6 marta kattamikan? Endi 108 ni 180 ga bo'lsa necha mol bo'ladi? 0.6. Demak, bu qisqaryapti. 0.6 taqsim 1 ga. 6 kere 1.2 mol. 1.2 mol. Endi sarflangan natriy gidroksid so'ralganmi? 1 molidan 2 ta natriy gidroksid massasi nechaga teng? 80. Masalada necha mol bo'ldi mana? 1.2. Sarflangan topishni nima qiladi? Shashilinglar, yana shashib qo'ymanglar. 1.2 ni 8 ga ko'paytirib oling. Mana nima qilasiz buning uchun? 1 ni 8 ga ko'paytirsa 8. Endi bu 0.2 qoldimi? 0.2 ni 8 ga ko'paytirsa necha chiqadi? 1.6. 1.6 ga endi 8 ni qo'shing. 9.6. Endi 10 ga ko'paytirsak 96. Demak, 1.2 ni 80 ga ko'paytirsak, ana. 1 ga bo'lsangiz yana osonda. Endi javobga qarang. 96 degan javob bormi? Nima ekan javob? D. Kalkulyator ishlasa bo'larmikan? Yana necha o'zgaryapti? 32. Ko'rib bera olay 32 ni ham. Keyin muammo qilasan. 32 massasi 360 gram bo'lgan. Tushundinglar qadang endi. 0.36 kilogramda 360 gram bo'lgan. 20% glukoza eritmani. Qanaqa bijig'ishlabdi? Ana. Spirtli bijig'ish natijasida 13.44 litr karbonat angidrid hosil bo'lgan. Etanolni hosil bo'lish nimasini so'rabdi? Unumini. Unum topishni nima qilardik? Amaliyni nazariga bo'lardik. Hop, kelinglar boshidan ketsam 360 grammi 100%.
Buni 20% nima qilgan ekan? Bajargan ekan. Kalkulyator tashlamaylar. Tashlamaylar desam tashlaysizlar. Mayetda 2 ta mol bilan mol bitta qisqarsin. To'g'rimi? Xo'p, 36 ni 2 ga ko'paytiring. 74. Mol bilan 740. 740 ni 10 ga bo'lsak 74. Demak 36 ni 20% necha gram ekan? 74 gram ekan. 72 mi ekan? 720 deyiladi bo'lmasa. Sizlar 740 devardinglar-ku. 36 ni 2 ga ko'paytirsa 774 devardinglar-da. 72. Men ham adashdim, qo'shni men ham adashib ketdim. 72 ekan. Endi glyukoza bijg'ibdi. S6H12O6. Nima hosil bo'lsin debdi? Spirt. Chunki spirtli bijg'ish degani spirt. Hammasida karbonat angidrid chiqaradi, hamma bijg'ishda. Kecha yozdik-ku, to'g'rimi? Beshala bijg'ishda ham karbonat angidrid chiqdimi? Endi eshtinglar. 13.44 litr karbonat angidrid hosil bo'ldi, etanolni hosil bo'lish umumini top deyapti. Endi qaranglar, kelinglar etanolni topolsak. Mana bu 13.44. Mana bu 72. Mol massasi 180, buniki 44.8. Ya'ni ikkita karbonat angidridni normal hasharot hajmi 44.8. Voy bolalar, qaranglar. O'zi ikkalasida ham kamidan ketishimiz kerak hozir. Hozir miqdorga o'tamiz. Kamidan ketib, ana shuni natrik etil spiritini topib olamiz. Ikkalari esa bo'yicha topib olamizda, kamini, ya'ni amaliysini ko'piga bo'lib 100% ga ko'paytirsa unum chiqadi. Shunday etanolni hosil bo'lishi unum chiqadi. Tushundinglarmi? Xo'p. Endi qaranglar. Etanolda 72 ni 180 ga bo'lsa nech chiqadi? 0.4. To'g'rimi? 0 chiqmaydimi? Ha, 0.4. 13.44 ga 0.3. Demak, kimdan ketamiz ekan? Ha, ana. Ichida etil spirtini massasi 29 ga 17 ni qo'ysa necha chiqadi? 46 chiqadimi? 46 ni 2 ga ko'paytirsak 92. 92 dan 44.8, 13.44 da qancha qilishi 92 ni olasiz, qisqartirib 0.3 ga ko'paytirib qo'ysangiz bo'laveradi. 92 ni 0.3 ga ko'paytirib qo'ying. 27.6. 72 ga bo'lib 100 ga ko'paytirib qo'yingchi. Ya demak hosil bo'lgan unumni topish uchun bundan ham topib olish kerak ekan-a. Endi bundan topamiz endi. 72 ni 92 ga ko'paytirib 180 ga bo'linglar yoki 92 ni 0.4 ga ko'paytirib qo'yinglar. Ha? Mana. Endi u tomonlama ham bu tomonlama ham topib oldik. Tushundinglar-a? Xohlasanglar qayta yozib beraman mana. S6H12O6 dan 2 molekular etil spirti. Chunki hozir men sig'im aytmayman-ki. 180 gramidan 92, 72sidan qancha? Necha dedilar? 36.8. Bilamizki, kichigini kattasiga bo'lib uni topiladi. Amaliy nazariga bo'linadi degan. Endi uni topib qo'ysak, javobimiz chiqadi. Sarflangani 27.6, dastlabkisi 36.8. Ha, 100 ga ko'paytirsanglar javob bormi qaranglar. Javob. Bobur. Savollar bormi? Yana nechi? 34. Bo'ldi, gap yo'q. Mashinaga ishlayveraymi? Boshladik. 180 gram spirtli bijg'ish natijasida olingan spirt 75% unumli oksidlanishdan hosil bo'lgan kislotani neytrallash uchun spirtlar oksidlanganda nima hosil bo'lardi? Spirt oksidlansa kislota deyapti-yu. O'zi organikada qaysi sinfda kislota so'zini qo'shdi? Ha, demak spirtlar oksidlansa nima hosil bo'lar ekan? Esdan chiqayotgan demak. Hosil bo'lgan kislotani neytrallash uchun buni 2 zishlik 20% natrik hidroksiz eritmasida necha milli kerak? Kallani ishlatish kerak, kallani. Boshladik. S6H12O6. Spirtli bijg'isin deyapti.
Ha, demak, значит, spirt hosil bo'lish kerakmi? C2H5OH plus karbonat angidrid. Voy bolalar. Nima deyotganini, qaysi moddani ishlatilayotganini ham bilib olishingiz mumkin. Ha, hosil bo'lgan moddani oksidlash uchun karbonat angidrid oksidlanadimi? Yo'q, demak hosil bo'lgan oksidlash uchun kim deyapti? Spirt. Ha, bunda ham bejizga karbonat angidrid olmadim-da, bu masalada ham. Ha, spirt olmadim, nimaga? Natriy gaz bilan kirishmaydi-yu. Natriy bo'lganda reaksiya kirishardi, OH-dagi vodorod hisobiga borardi. Ha, demak, kim oksidlangan ekan? Spirt. Karbon kislotalarida olinishini gaplashdik. Spirtlarda oksidlar ham, birlamchi spirtlardan ham, aldegidlarda oksidlar ham, murakkab gidrolizlar ham, galogen angidridlarda gidrolizlar ham karbon kislota olish mumkin dedik. To'g'rimi? Necha kun bo'ldi? 2 kun bo'ldimi? Bugun xotira bo'yicha ishlaymiz. C2H5OH kelinglar oksidlaylik. Xo'p, oydin tezlashing, tezroq ishingizni qiling. Xo'p, oksidlaganda ikkita uglevod tutyaptimi? Qaysi kislota hosil bo'ladi? Ha? Sirka kislota. CH3COOH. Bo'ldimi? Suv hosil bo'ladi. So'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, endi hosil bo'lgan kislotani neytrallash uchun nima qo'shibmiz? Natriy ishkori qo'shibmiz. Shundan qancha kerak deyapti? CH3COOH. Natriy gidroks bilan reaksiya kirishadimi? Yo'q. Ye? Ha? Kecha Gulshana aytdi-yu. Hay, karbon kislotalar bilan kimyo reaksiya 4 xil bo'ladi. Karboksil guruhdagi vodorod hisobiga borish uchun edi. Yo metal ta'sir ettirish kerak, yo metal oksidi, yo asosi ta'sir ettirish kerak dedik-ku. Hop, 75% unum bilan mo hosil bo'libdi. Mashinadan ketaveramiz. Mo 180 gram ekan. To'g'rimi glukoza? 180 gramidan 2 mol spirt hosil bo'lsa, molda ketsa osonroq ketamiz. 180 dan necha mol spirt hosil bo'ladi? 2 mol. Mashina necha foiz unum bilan oksidlanibdi? Ana. 2 mol spirt 100% bo'lsa, 75% necha mol bo'ladi desa, 7,5 2 ko'paytirsa necha chiqadi? 7,5 ikkitasi. 14. 15. 7 ni ikkitasi 14 demoqchi edi. 0,5 ga 0,5 qo'shib 15 olasizlar demoqchi edi. Menga ikkita ko'zingiz bilan qaraganingizga men adashib ketdim. 1,5 uzr. 1,5 mol. Tushundingizmi? 1 molidan hosil bo'lgan kislota 1 mol. Bizda necha foiz unum bilan edi? 1,5 mol unum bilan, 1,5 mol bilan yana 1,5 mol sirka kislota. Endi bizga zishli topishda kelamo natriy gidroksidi nimasidan hisoblaymiz? Massadanmi, moldanmi desa, massasidan hisoblaymiz. Nimaga? Sizlar bilan gaplashganmiz. Zishli topish uchun eritma massasini nimaga bo'lardik? Hajmga hajm millida o'lchanadi. Bizda hajm so'rayaptimi? Masalada zishli bormi? Foiz bormi? Nima yo'q? Demak, natriy gidroksidi nimasini hisoblayman ekan? Massasini. 1 molidan 40 gram reaksiya kiritsa, bizda necha mol edi? 1,5. Buni ham kalkulyator tashlab yurmang. 1 da 40 ga ko'paytiring. 40. 0,5 da 40 ga ko'paytirsa 20. 20 ga 40 qo'shib qo'ysangiz 60. Tushundinglarmi? Endi mana shu 60 gram natriy gidroksidi necha foizda ekan? 20%. 100% necha gram bo'ladi? 60 kara 5. 300. Demak, eritma massasi 300. Hajm topish uchun nima qilamiz? Hajm topish uchun buni o'rnalashami? Ya'ni eritma massasini zishlikka bo'lamiz. Bizda eritma massasi 300. 300 da zishlik necha debdi? 1,2 ga bo'ling. Javobni qarang. 250 millida chiqadi, to'g'rimi? Endi tushunyapsizlarmi qilib?
Hop. Hozir pauza qilib tursanglar,